Sayohatlar rivojlanayotgan kompaniya uchun odatga aylanishi kerak. Men Yulduz Mavlanova, uchta biznes egasiman va har bir yangi shahar men uchun tadbirkor sifatidagi upgrade'dir. Nega sayohat shunchaki dam olish emas, balki biznesni o'stirish uchun shart bo'lgan amaliy odat? Birinchi sabab, yangi geografiya, yangi fikrlash. To'rt devor ichida turib biznesni kengaytirib bo'lmaydi. Har xil madaniy muhitlar, mahalliy yondashuvlar, servis va kreativlikni o'rganasiz. Miyangiz uchun dasturlarni yangilash bilan baravar. Dubay, Tokio yoki Seulda bozor qanday yashashini ko'rish bu miya uchun haqiqiy yangilanish. Ikkinchi sabab, safarlar illyuziyalarni yo'q qiladi. Jamoaning kuchli va zaif tomonlarini bilish uchun xizmat safari kabi samarali yo'l yo'q. Joyida yo'q, qaysi jarayonlar ishlaydi, qaysinisini avtomatlashtirish kerak, qaysida esa xizmat safaridagi odam asosiy tirgakka aylanib qolganini ko'rasiz. Uchinchi sabab, yangi muhit eng kuchli ilhom turtkisi. Ilhom kabinetda yashamaydi. Yangi joyda ko'proq g'oyalar, yangi qarashlar va motivatsiya paydo bo'ladi. Shuning uchun xizmat safarlariga faqat ish deb emas, biznesni va o'zingizni o'stirish uchun eng yaxshi imkoniyat deb qarash kerak.